Xo'p, salom azizlarim. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimga behad shukrlar qilaman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yana sog'inib qolaman. Bugun yana chiroyli bir ochirimda diydorlashtirib qo'yganiga behisob shukrlar qilaman. Bugungi kunimiz uchun ochirim qilib ko'ramiz. Bizni bugun nimalar kutyapti, nimalar bo'lyapti, nima yangiliklar bo'lyapti. Hamma menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Menga podpiska bo'lganlargagina tegishli bu podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Like bosganlar, podpiska bo'lganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Xo'p, bugun bizni nimalar kutyapti ekan? 5 ta karta olib ko'ramiz. Bugungi kartalarimiz nimalarni ko'rsatadi biz uchun? Kimlargadir omadlar, kimlargadir baxtlar, kimlardir chinday shukrli holatida bo'lishi. Bismillahirrohmanirrohim. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Menga podpiska bo'lganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Menga podpiska bo'lganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Allohim shifoli ochirim qilsin. Hop. Bizi bugungi kunda nimalar kutyapti? Kimlargadir omadlarni kelishi, baxtli kelishi, quvonch kelishi, kimlardir farzand ko'rishi, farzand dunyoga kelishi, kimlardir oilasida farzand dunyoga kelyapti. Yangi mehmon kelyapti. Balkim kelin olayotgandirsiz, balkim bir uyingizga yangi mehmonni kelishi deyapti. Omadli, barakotli kelishi deb aytyapti. Ba'zi birlarda bir uyga qaytishlar, ba'zi birlarda bir hayotida bir o'zgarishlarda bo'lishi deb aytyapti. Ozgina bir diqqatchiliklar bo'lib o'tgan bo'lsa, shu diqqatchiliklar yana yangilanib, yana xursandchilik, xushxabarlar, omadlarni kelishi deb aytyapti ba'zi bir insonlarimiz uchun. Va yana ba'zi birlarimiz uchun tushkunlik holatida turganlar, albatta yorug'likka chiqasiz, sabr qanoat qiling, siz uchun yaxshi kun kelyapti deb aytyapti. Jinday diqqat bo'lgansiz, siqilgansiz, oilangizda tinchlik bo'lmagan, oilangizdan arazlab bir ketganlar bo'lsa qaytishi, yana omadlarni kelishi, uyingizga yana bir xursandchiliklarni bo'lishi. Juda ham chiroyli karta tushyapti bugun, ajoyib. Va yana kimlargadir pullarni kelishi, pul kelmasdan turganlar, to'xtalib qolganlar, puldan jinday qisilib qolganlar, albatta sizlar uchun pullarni kelishi, taqdir charxpalagi tushyapti. Mana ko'ryapsiz, siz uchun yorug'lik kunga o'tish, yaxshi kunga o'tish, barakalarni kelishi, qo'lingizga pullarni kelishi, ololmayotgan oyliklaringizni olishingiz, qilolmayotgan ishlaringiz albatta yurishishi, pul kimlardandir pul kutayotgan bo'lsangiz, pullaringiz kelyapti deb aytyapti. Qaytyapti pullar deb aytyapti. Va yana ba'zi birlar uchun Xudodan so'rab turgan narsalaringiz, Allohdan so'rayapsiz, baxtingizni so'ragan bo'lsangiz, albatta baxtli bo'lasiz. Siz uchun ko'proq oila birlashuvi, oilada kelishmovchiliklar bo'lganlar, oilada kelishib yana yaxshi yashab ketish, turmush qurmaganlar, albatta turmush qurasiz, ota eshigidagilar baxtingizni topasiz. Allohdan so'ragan har bir ishingizni bo'lishini deb aytyapti. Bo'ladi deb aytyapti. Va yana ba'zi bir insonlarimiz tushkunlikka tushib qolgan, tagingizdan kemirganlar borligi, sizga kelayotgan yangilikni ham bilmayotganingiz, tushkunlik holatida turganingiz, qo'lingizda pulingiz yo'qligi, hayotingizda tinchlik yo'qligi, ishingizda halovatingiz yo'qligini aytyapti. Bu sizni orqangizdan ish qilayotgan kalamushlarni borligini aytyapti. Mana ko'rib turibsiz, tagingizdan yemiryapti sizni oilangizni, sizni ishingizda, sizni balkim bir yo'lingizni bekitib, mana shunaqa qilib turganlar bor ekan. Bularga maslahatim, o'qiting, tozalating, yo'llaringizni ochiring. Xo'p, yana chiroyli, yana uchrashguncha xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi ochirimimiz mana shulardan iborat bo'ldi. Oxirgi kartamizni hisobga olmaganda juda kartalarimiz chiroyli chiqdi. Yaxshi ochirim bo'ldi deb umid qilaman. Men o'zimni anaqam bo'yicha chiroyli ochirim bo'ldi deb bilaman. Sizlarga omad, baxt,
tilab qolaman. Xudo xohlasa ertangi kunda yana chiroyli ochirimda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Podpiska bo'ling, like bosing. Podpiska bo'lib like bossangiz bizga bergan narzingiz shu bo'ladi. Hozir bu ko'rganimiz nimasida. Erkakmisiz, ayolmisiz, ish yo'llaringizni ochtiring, tozalating, chunki tushkunlikka tushib qolganlar bor ekan. Oxirgi kartamda shuni aytib o'tib ketyapti, ko'ryapsiz. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman yana diydorlashtirguncha xayr. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman.